katta oila uchun birinchi qavatdan 170 kvadrat to'rxona полноценный skvoznoy planirovkada bo'lyapti. Juda ham katta. Zalimizni ko'ring. 10 talik stol qo'yilgan, konditsioner, parda, gilamlar to'shab ketilgan. Bu tarafimizda esa sidyashli zona, daraxtchalar qilingan. Ana endi bu tarafga bitta e'tibor berasiz. TV zona qilingan, juda ham chiroyli televizor qo'yilgan. Barcha narsa uyimizda qoladi. Nima ko'rgan bo'lsangiz, tepli pollar полностью 100% tepli pol qilingan. Undan tashqari radiatorlar o'rnatib ketilgan. Lyustralarga bitta e'tibor bering. Chiroyli lyustralardan qo'yib ketilgan azizlar. Marhamat, keyingi uylarni obzorini qilamiz. Asosiy eshikdan kirib kelish qismi bo'lyapti. Kirganda mana bunaqa chiroyli garderobni zona qilingan. Hol qismi, bu yerda ham bittagina kattagina prixoshka bo'lyapti azizlar. Marhamat, uyimizni obzorini boshladik. Bu yerda esa bolalar uchun yotoqxona qilingan. Qizlarga ko'ryapsiz, oyna bor, konditsioner qo'yilgan. Ikkita qizlarga даже ikkalasiga alohida dars qiladigan joy mavjud. Ana endi oshxona qismida ham полностью mebellar qilingan, batareyalar o'rnatilgan, texnikalar mavjud, televizor, stol-stullar, hamma kerakli sharoit bor. Uyimizning yana fishkasi mana bu yerda podval qismi bor. Trenajyorniy zal qilingan. Kladovka qismimiz, mana bu yerda kladovkamiz bo'lyapti, ko'rishingiz mumkin. Va bu yerda общий sanuzol qilingan, kattagina sanuzol bo'lyapti, barcha qulayliklarga ega bo'lyapti azizlar. Bu xonamiz esa kattalar uchun yotoqxona bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasiga ham e'tibor bering. Barcha sharoitlari qilingan. Televizor, konditsioner, har bir xonamizda konditsioner o'rnatilgan va o'zini alohida sanuzoliga ega bo'lyapti kattalar yotoqxonasida. Marhamat, yana bitta bolalar yotoqxonasi bo'lyapti o'g'illar uchun. Mana bu yerda bolalarga yotoqxona qilingan. Bu yerda ham ikkita o'g'il bolalarga yotoqxona qilingan. Dars qilish uchun joy, oyna mavjud, skvoznoy planirovkada qilingan. Mana bu yerda chiroyli qilib oynamiz qilib ketilgan azizlar. Ushbu uyimizda lokatsiyasi ham juda ham zo'r. Rudaki ko'chasida yangi qurilgan domimizning birinchi qavatida to'rxona skvoznoy planirovka kerak bo'lsa, yana podval ham bor. Kattagina podval bo'lyapti. Kimga qiziq bo'lsa, narxini 180 ming deyaptilar, yana kelishtiradigan joy bor. Aloqaga chiqinglar, chiroyli narxlarda olib beramiz.